Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yili 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nur Rozi. 10-bob. Saz yigit. Opal, Qumbaq mahallasi. 1931-yili yoz. Ular ketgili mana 15 kun bo'ldi degan kuni 50-60 tek yigitning hamrohligida tog'dan qaytib kelishdi. Bu yigitlarning orasida 20-30 dek qirg'iz yigitmi bor edi. Ayshamgul guldek echilib, qosh qapoqlari tuzilib, rangi suzilib, texmu sumbatliq, chiroyli bo'lib ketgan edi. To'xtxon ana quchqini keng ichib, uni chin quchoqlab qarshi oldi. Mangizlarga so'ydi. Xushalliqida yig'labmi saldi. Erib ketdilar deb qatmuqat tovar ko'rpalarga yotqizib, uning put-qo'llarini silab o'g'iladi. Ustixonlarini tutdi. Uning bosh ko'zini to'la silab, to'la talmurib qarab to'ymadi. Baqa xunmo, voy qizim deb paypitek bo'lib, cho'rgilab yurib uningdan nari ketolmadi. Yigitlar havaslanatdi, zo'qilnatdi. Ayshamgulning boturligiga opirin o'qaytdi. Qiz degan shundoq botur, kelishgan laban bo'lsa, mayli kishilar nima deb g'aybat shikoyat so'z cho'chak qilishsin. Shu tapda Anjambayning ota-onasi, urug' tuqqan yar birodarlari u ikkisining murodiga yetganligidan xushal edi. Lekin ular bu xushallikning osonga tushmaydiganligidan andisha qiladi. Ularni yo o'lim, yo ko'rim kutib turadi. Ili qozining o'g'li Ahmad jamoat o'tirisida Anjambayning qinini ichman deb qasam ichganligidan ularning xabari bor edi. Ahmad uchiga chiqqan besham edi. Jidal desa belini ming yerdan bog'laydi. Qo'li qichib izlab so'rab topatdi. Uningmi o'ziga o'xshash 20-30 gavdilik, kuchlik, jidal xumar og'inlari bor edi. Xuddi bir pada maldek uning orqasidan so'koldishib yurishatdi. U hayt desala mayli kim bo'lsin, bosh ko'z demay salatdi. O'lib qilishi, nakar bo'lib qilishi bilan kari bo'lmaydi. Bu ishlar ular uchun hech gap emas edi. Xuddi pasha chivinlarni qo'rg'anchilikmi bilinmaydi. Ahmad, o'disi bo'lsa o'zimga deb maydisiga mushlab ularga yel berdi. Chunki uning dadisi qozi hamma hukmni shu kesudida. Lekin shu tapda u jidal qilsa, uni hargiz beshamlik qildi degili bo'lmaydi. Zamonlardan biri badinida erkak tuki bor qaysi erkak oladigan qizini birov ilib qatsa chidab tura olgan, ya'ni kelib to'y yaxshimi? To'yda peshva yeb g'ururi, inovati yaksan qilingan, yuzi so'rin bo'lib beshini ko'tara olmay qolgan Ahmad shu kunlarda hamma to'qimini qarniga ilib, yo o'lim, yo ko'rimga tayyorlanib bo'lgan edi. Anjambay bilan Ayshamgul yinib keldi. Bu xabar opalliqlarni cho'chitibdi. Ha bilan tang ularning og'izlari ichilibla qoldi. Xuddi ularning kelishi mumkin bo'lmaydigandek, mumkin bo'lsa-mu hozir bo'lmaydigandek g'alatlar tuyulib ketdi. Xilib bir hazardan keyin ular aslariga kelib, u yon bu yon qarashdida qilayotgan ishini tashladi. Yeyotgan nonlarni qo'ydi. Xuddi o'zi buzilgan harlardek pitirib o'y-o'ylarga chepishdi. Yaqindagilarning quloqlariga kusuldashdi. Anjambay bilan Ayshamgul yinib ketdi. Yiroqdagilarga og'izlarini ushlab, qo'llarini kanay qilib to'g'lashdi. Anjambay bilan Ayshamgul yinib ketdi. Alloh rahmat. Bu xabar xotinlarga bo'lib berdi. Ular dastlabda cho'chib vaqtlar qilishdi. Aslariga kirishgandan keyin tova deb yaqinlarini tishlashsa, ba'zilari xuddi zavolda qolgan qushqashlardek javuldashdi. Voy xudoyim, buzuqlar, tova, bizningmi bolalarimiz bor. Ko'ngliga insof berar. Xo'p bo'ldi, joyida qildi. Mayli barg'i barmisa, mushunda qilmaymi bo'lmaydi. Yigit ashundoq soz bo'lsa, uning orqasidan kim yagashmaydi? Kech kirgicha ularning og'zi besiqmidi. Qarong'u tushgandimi, yana shu gapni deyishib, birdan ikkidan tarqashdi. U uni dedi, bu buni dedi. Eng oxirida yanala xo'p bo'ldi degichlardan tova degichlar ko'p bo'ldi. Qizning yuzi nipis edi. Beshini ustin ko'tarmaydi. Qosh ko'tarib qaramaydi. Beshidan ro'molni tushirmaydi. Quloqimi yumshoq edi. Gap anglaydi.
Dadasının anasının gepini zadım yermaydı. Maqul, xo'p, obdanni biletdi. Yaqtin yiroq edi. Mana emdi u azdi. Ezib saldi. Uni ashu aldamchi haromzada azdurdi. Isitqu, sovuitqu qilib uningga Anjanbay nomliq jinni chaplashtirdi. Savdoyi qilib qo'ydi. As-hushni qo'ymadi. Beshini aylantirib yo'ldan chiqardi. Shunda qizi yo'ldan chiqdi. Nobud bo'ldi. Isit, tova. Ko'ngli tushib qaptimish tehi. Ashu soltekka ha? Ahmaq qiz, g'alaytili ish. Qizning ko'ziga u haromzodining zodi nemisi chiroyli ko'rinib ketdikin tan, til tayoqdan qo'rqmaydigan, izo ahonatga pisand qilmaydigan, hammadan hatto ota onasidanmi kechgudek talbilik qilgudek shunchalik olijinobmidi u Anjanbay. Uning tortishqidek yo shuncha jiq guhar, oltin kumush bo'lmasa, tova, uni u lukchak yo urmabdi, tillamabdi yoki zo'rlamabdi, o'zi agishib ketibdi. Uning orqasidan qochishga zodi nima majbur qilgandi? Pulimi, milimi yoki yer zaminimi, amilimi? Hech nimasi yo'q. Quruq so'ltili bor shu. Undaq so'latni nima qilg'il bo'ldi? Ichkili, yegili, kiygili bo'lamdi. O'liman, ko'yman deb to'qimini qarni olg'il salgan bu kuch qizga zodi nadin keldi? Zodi nimaning kasofatidan qizining aqli kota ko'zi qarg'u bo'lib qoldi. Ko'ngli tushib qolganligidan, yopirim, bandining ishini Xudoyim o'zi bilmasa, o'z vaqtida o'zimi bangvashlik qilib, yo'l tashaqab minibmi salgan. Tapqan yerda ancha muncha so'qitmi ketavergan. Ota-onasi keyin o'zimi ko'rmagan, bilmagan mushu xotinni elib beribdi. Mana hozirgacha bir obdan o'tibotmamdi. Ko'ngli tushdi degan shu. Qizidek kishining kaynidan chapmagan, sarangliq qilmagan shundoq. Qizi sarangliq qildi. Tapdan chiqdi. Uning yuzini to'kdi. Bosh ko'targisiz qilaverdi. Shundoq bo'lsa-mu, u uni qarg'amadi. Allohdan qizining insobini tiladi. Eliqi nomusliq yo'ldan yansılar, qilg'ini yig'ab pushaymon qilsalar, qishiga yenib kelsalar bo'ldi. Hamma gunohidan o'tidi. Yanala baldurqidaklar arzuliq balasi bo'lib qilaveradi. Shu chog'da onasining kot-kot, vit-vitan gaplarini anglab, "Texi qizim go'daklik qilyotidi. Bu degan yoshlikdagi birdamlik qini qizg'anlik" deb o'ylabdiman. Bundaq bo'lib ketishini balduroq bilgan bo'lsam-ku, hey, ko'zimni yumibla bo'pti. Beshing bosh bo'lsa, pachiqing tashbdabla. Hey iset, meni mushu kulpatga salgan ashu Anjanbay. Xap Anjanbay. Bu nomusni qon bilan yumusam, hisob emas, Anjanbay. Nomus hasrat o'z kuchini ko'rsatdi bo'lg'ay, qizi qechib ketgandan beri Muhammad Xonbay tala tuziga chiqmadi. Hatto namozini uyda o'qidi. Faqat jumanala jamoatning eng keyindagi kepish bozorida turib, apala-shapala o'qibla yenib chiqdi. Hech ishqa qo'li bormadi. Yo'qlab kirganlar bilanmi beshini ko'tarmay sovuqla ko'rishdi. Osh tamoqdanmi qoldi. To'la saprayi o'rlaydigan, oson chechiladigan bo'lib qoldi. Ish so'rab kirgan yilliqchi madigarlarg'imi hech eg'i bilan beg'i yo'qla varqirab saldi. Hatto paypitek bo'lib yenidan ketalmaydigan, heli tamoqqa, heli choyga zo'rlayotgan, heli put qo'llarini tutib, heli yelpib turayotgan qadinasini to'la tillab saldi. Demizmi shu kunlarda hamma odam, hatto o'zi tug'ilib cho'ng bo'lgan mushu uymi 30 yillik qadinas xotinimi uni ayblab, "Ha, qandaq Muhammad Xonbay, o'zingni menda aytding, hech kishini ko'zingga ilmayding. Shuncha cho'ng opalni olqiningda tuta olayding. Andiza qizing onasiga agashgan taxaydak Anjanbayning orqasidan qochib ketsa, to'sibmi qola olmading-ku? Sen shundoq bola baqqanmiding? Holing shunchlikmidi?" deb ahonat qilayotgandek tuylatdi. U kallasiga kirib olgan ashundoq ilmek to'qinoq chigiklarni yeyolmay turganda tuyuqsizlar qayerdan chiqdi bilmadi. Ehtimol baq tarafdan chiqdi bo'lg'ay. Ularning iti uning oldida paydo bo'lib qoldi-da, uningga surkilib, putlariga esilib erkilab ketdi. Bu it Ayshamgul bilan tangla yo'qolib ketgan edi. Muhammad Xonbay asta zo'ng o'ltirdi. Tilini sangiltib asrayotgan itning bosh ko'zini silidi. Shu chaqcha u bu itni bundaq silab boqmagan edi.
erkilib surkilib oldida to'g'ri yetib olsa-mu, putda ittirib o'tib ketadi. Bugun uni sig'ingan edi. Yo'q, uni emas, qizini. Qizi nerede qolgandi? Kelib qoldimi ya? Shundoq, kelgan o'xshaydi. Qizi kelmagan bo'lsa, itmi kelmaydi. Azaldan qizdan ayrilmaydi. Kaptu. Voy, rost, işte kaptu-ku. Bu ovozdan Muhammadxon boy sal cho'chibla orqasiga burildi. Xotini hayron bo'lib, uningga qarab turadi. Kaptu dislatihi, kim keldikin deb chiqibdiman. O'zlariga o'zlari so'zlab. Muhammadxon boyning sal achchig'i keldi. Navoda mushu ishti kelmasda, xotini shundoq ta'na qilgan bo'lsa-da, toza tillaydi. Lekin shu tapda uni tillamadi. Uningga kulib qaradi. "Ha xotin, qizimiz inib kelibdimi? Ayshamgul, qani u?" "Hey, sizlar, mushu ishti qachon Ayshamguldan ayrilgan? Ishning paydo bo'lgani Ayshamgulning kelgini. Itmo bizni sig'inibdi. Biz keldik deb xabar qilg'il kelibdi. Shu tapda Ayshamgul Baqavoyning uyidamikin?" Dal shu gapning ustiga ularning yilliqchisi Abdush yugurib kirib keldi. Asirab turib ularning oldida to'xtadi. "Inib keldi. Kim inib keldi? Aldirmay so'zla. Iliqi ishki buzuq. Qaysi ishki buzuq? Ayshamgul bilan avu Anjanbaychu." Muhammadxon boyning jon pini chiqib ketdi. "Hu kalva, kim buzuq ekan?" U vaqirg'inicha berib Abdushning qo'lidagi hasni tartib oldi-da, uning dumbisiga keltirib birini soldi. "Mening qizim buzuqmikan?" Abdush qo'rqib badar qochdi. "Hamma odam shundoq da'vatsa." Muhammadxon boyning texmi ochiq keldi. Uni qo'g'lagancha surib, darvozani chiqarib etdi. Jon jahli bilan varqirdi. "Ayshamgul buzuq emas." Kechda Anjam boyni yo'qlab kelganlar sal besiqdi. Shundaqdimi, kirib chiqayotganlarning oyog'i uzilmaydi. Ichkirki uydan yanala xushal kulka chaqchaqlar anglanib turadi. Lekin shu tapda Baqaxonning ko'ngli g'ash edi. Peshanasini tutib peshayvonda o'ltiradi. Bu hol To'xtixonning ko'nglini yerim qildi bo'lg'ay, astila minib erining qishiga keldi. "Nim bo'ldilar? Balalar yinib kelsa xushal bo'lmay, texi bu yerda nemish o'ltirib qoldilar. Qopsizlar, uyga kirsizlar, mehmonlar bilan echilib yeyilib ko'ngli ochsizlar. Bundaq qilsizlar, mehmonlarning ko'ngli kelib qolmamdi. Uyg'o shundoq. Bugun-g'o xushal xuram ko'ngli ocharmiz. Atiga nima kunlarni ko'ramiz. Atiga Xudoyimning buyrug'ini bordi. Boshqa kelsa botir bo'pti debdikan. Beshimizga kelganni ko'rmamdi. Bugungi kun g'animat. Qopsizlar." Baqaxon medirlabmi qo'ymadi. Peshanasini tutqanicha o'ltiraverdi. To'xtixon kirib chiqib yurib, pat zo'rlasimi o'rnidan turmadi. Tartiblab qo'ydi. Oxir To'xtixon qayg'anda qilib, uning yangidan tortdi. "Qopsizlar, bu yerda dastlab salgan shaptuldek izlib o'ltirmay uyga kirsizlar. Buni degach bo'lsimi o'ltirsizlar." Baqaxon ulug' kichiktinib xotiniga tikildi. "Jidalni pul setib olsak, pulga qandoq setib olamiz? Yo'lliqroq qilsak, setib olg'ili bo'lamdikin deyman. Eli qozining og'zini yog'lisak, ishtini so'ngak bilan ursa havshimaydi. Ayshamgulning ota-onasining oldidanmi obdanroq o'tsak bir gap bo'lar. Qiz cho'ng qilgan odamningmi o'ziga tushdoq gapi bo'ldi-da. Yuz obro'yini obdanroq qilsak, tilimiz uzunroq bo'ladi. Shug'inisi qo'limiz qisqaroq turadi. Uning ustiga bu ishni atida tugatmasak, cho'ng jidal chiqadi. Jidal chiqsa-g'o qo'rqibmi ketmaymiz. Ularga tetig'uchiligimiz bor. Undaq qilsak bo'lmaydi. Ish yo'g'naydi. Yurt jamoatning Ayshamgulning ota-onasining ko'nglini obdanroq olsak, ximirga yenibmi qolar. Bu yerda Jumaxon bilan Anjanbayning 50-60 dak og'inlari kaltak to'qmoq tayyorlab qo'yibdi. U yerda ularmi bo'sh turmagandi. Yurtda qon to'kilsa, bitmas-tugmas baloga qolamiz. Yurt jamoatning oldida yerga qarab qolamiz." Baqaxon qorong'u tushishi bilan qo'shqaga yarab qolgan qora torpaqni yetilib, ikki qizil chakmanni qo'ltiqqa qistirib, "Bismillah" deb darvozadan chiqib ketdi. Ayshamgulning sovg'a salom qilmasa bo'lmaydigan urug' tuqqanlari xili jiq edi. To'xtixon barmoqlarini birdan bukib, sanab chiqib cho'chib ketdi-da, "Voy Xudoyim" deb saldi. Uning bo'xchisidan yaxshi kunning yomoniga atab qo'ygan ikki kiyimli qora atlasdan boshqa hech narsa chiqmadi. Qolganiga qandoq qiladi? To'xtixonning beshi qetib turadi.
Jumaxon kirib keldi. U onasining muңlib turganligini ko'rib sal cho'chidi. Nima bo'ldilar ana? Mijozlar yo'qmi? Bir qismlar turdilar-ku. To'xtxon Baqaxonning deganlarini yepidan yanglisigacha so'zladi. Ham dadalari rostlaydi deb eskartibmi qo'ydi. Jumaxon ig'ir besiq edi. O'zini tutilishni bilatdi. U onasining gapi bilan birdan jim o'ltirib qoldi-da, asta o'rnidan turib talog'a mandi. Balam, bir nim demamdila, qandoq qilamiz? Men bir yo'lni qilay. Lekin qandoq yo'lni qiladi? Shu tapda o'zimi bilmaydi. U eshik oldidagi ko'takda o'ltirib o'yga cho'mdi. Kirayotgan chiqayotganlar uni o'jimning dalbisida ko'ralmadi. Shundoq bir iloji qilib jidalni sitib olaylik. Bo'lmasa bu uyni kulpat bosdi. Ota-onasini dag'da qo'ydi. Jidalni sitib olishni inisi bilib qolsa, tex bo'lmaydi. Bilib qolsa, bak bearam bo'ladi. Hatto biz yana bozak bo'lamdiq, bosh egamdiq deb bir balo terib qo'yishi mumkin. Uyda mashrab qizivatdi. Jumaxonning mashrab bilan kari bo'lmadi. Ko'ngli tartgan og'inlarni talog'a sharatladi. Birdan mungdashdi. Ular tanglikdan qutuldi. Shu kuni yarim kechaga qolmayla ko'ngildagidek 17 kishilik sovg'atmi taq bo'ldi. Bunun ichida shu chog'larda bozorlarda tepilmaydigan duha va durdullar, iskiloj mahsulotlar bor edi. Muhammad Xonboy qizining yo'liga bir kecha talmurdi. Kelsa turib qolmasin deb darvozani ulug' ichib qo'ydi. Kelmadi. Mana kilar, ilikilar deb saqladi. Kelmadi. Xotini bilan ho'lini aylanib yurib, tangni atqizdi. Qizi kelmadi. Yo'q, kelolmadi. Til tayoq dashnamdan qo'rqdi. Hey, nadam bala. Dadisining ko'nglini bilmadi. Kelmadi. Bala chidag'anga ota-ona chidamdi. Shunimi bilmadi. Kelmadi. Shu tapda kelsimi mayli edi. Kelmadi. Oldiga obdan chiqatdi. Herkes qosh ko'tarib qarmaydi. Kelmadi. Itmu tunugun birdam erkalablar yo'qoldi. Hozirgacha paydo bo'lmadi. Bo'lmadi. O'zim baray. U shularni o'ylab, aldiraplab bamdat namozni o'qib, talog'a qarab mandi. Dal shu chaqda darvozaning teshidan birining kashini so'rab, shipik mang'an oyoq ovozi anglandi. Shu keldi. Muhammad Xonboy xush bo'lib ketdi. Lekin darvoza oldida qizi ko'rinmaydi. Eli qozi paydo bo'lganda ko'ngli lasida bo'lib turibla qoldi. Dasturxon yig'ishtirilgandan keyin Eli qozi uning ko'ziga tikilib turib, "Bu ishni qandoq qilay deydilar?" deb so'radi. Shu topda qozining nimani ko'zda tutayotganligi uningga oydin bo'lganlikdan u kesibla javob berdi. "Nomusni yuyman. Nomusni yo'g'idak sizlardan qandoq savanlik sodir bo'ldi? Qiz cho'nglik qilgan. Qatsa qiz qechibdi. Buni sizlardan ko'rgil bo'lmas. Qiz ilib qechish zamonlardan bor ish-ku. Uning ustiga buni ilib qechish degili bo'lmas. O'zlari ixtiyor qilibdi, nikohlanibdi. Nikohlangan ekan, amriga o'tdi degan gap. Shunga billa ketish, yurish shariatga muxolif emas. Pishoniga putligini shu ekan. Tartmaslikqa chora yo'q. Shukr qilmoq lozim." Qozining bu gaplari Muhammad Xonboyni gangirtib qo'ydi. "Tova, ma'u qozi nima deydi? Nim bo'ldi? Men nimaga shukr qildikanman? Qizimni bulab qochqanmi? Tova, bizga quda tushgan odam dal o'zi. O'g'ilning dadisimi o'zi. O'ziga kelin bo'lg'uchini to'y oqshimi birov bulab ketib, yuzi so'rin, po'q bo'lg'inimi o'zi. Undaq xuliganlarning jojisini bermakti yo'q. Yana tehi shariatga muxolif kelmaydi deydi ya. Bu qapoq bosh qozi meni sinovatamdi ya. Silicha Eli qozi Muhammad Xonboyning g'azabdan chaqchib parqirab ketgan ko'zlaridan o'ziga nafratlanganligini to'liq tushundida uningdan ayminib duduqladi. "Muhammad Xonboy, meni o'zlari obdan bildilar. Men cho'ng bir yurtning qozisi. Kishilarning o'lish terilishi mening hukmimga bog'liq. Hukumatmi, yurt mo'tavarlarmi mendan rozi. Men shundoq qichqirsa etim bor, tutsa sepim bor, bir odam tursam, mening bo'lg'usi kelinimni birov to'y oqshimi bulab qatsa, men izzat tartmamdim. Bu sa'chilik alam qilmamdi. Unda oson ish yo'q. Qiladi, toza qiladi. Bizning o'g'ilmi o'zini qo'ydigan yer topolmay qoldi. Po'q yemaklik qilib, o'zini o'ltirib olmasin deb 7-8 og'inlari bilan uni taqi chiqirib etdim.
Ko'ngli aramıga tushganda yinib kelar. Uningga ichim og'rimamdi. Bola emasmi? Ni at, ni nomus. Shu tapda u Anjambay degan lo'kchekni chaynab purkvatsammi dardim chiqmaydi. Tutishib qalsaq ularmi peshvo yeydi. Bizmi ziyon tartimiz. Shunga ish tugaganda keynidan pichoq ursaq deb o'zimga hay berib to'xtab qoldim. U chaqda ular xotirjam bo'ladi. Hammani unutdi. Bexutlashdi. Shu chaqda pan turib orqasidan vaqliq qilib pichoq solamiz. To'ymayla qoladi. Qizimizmi o'z yinib keladi. Hech kishi bilmayla qoladi. Sizlar bilan bizdan hech kishi xafa bo'lmaydi. Sizlar yana Muhammad Xonbay, men yana Eli qozi bo'laveramiz. Qandoq? Ha, tushungan bo'lsa mundaq qilaylik. Ular oldilaridan obdan o'tsin, jamoatga choy qo'ysin. Sizlarmi keng qo'rsaqlik bilan keng kushoda to'y qilib bersizlar. O'g'loq silib bersizlar. Jamoatning ko'nglini tutmoq muhim. Ya Qazo xonim, bu boshni qandoq ko'tarib yuraman? Urug' tuqqan al-og'inlar tayyorlanib bo'ldi. Ashu makonsizlarning tuxumini quritib, nomusimni yuman. Sabr qilsizlar. Quritmoqcha sabr qila olmayman. Quritolmay qolarlimikin deb ansirayman. Anjambay 50-60 odamni taqlab qo'ydi. Uning ustiga anglashimcha kecha 100 dan jiqroq qirg'iz kaptimish. Ta'xir qilsizlar. Hozircha men degandek to'yni obdan o'tkazib bersizlar. Chandurmisizlar. O'zlari deb yurgandek o'tib ketcham. Ishqa pam qilayli. Yoz bor, qish bor, oldirmang ish bor. Bu ishni to'ydan keyinla maslahatlashimiz. Buningda oldi bilan Aysham xonimning ko'nglini u lo'kchakdan sovutish, rayni yondirish zarur. Muhammad Xonbay indakka keldi. U bo'shib lasida o'ltirib qoldi. Shundala Eli qozining ko'ngli dakka-dukkidan to'xtadi. Ha, mana endi bo'ldi. Jidalni to'sib qoldi. Butun opalni saqlab qoldi. Yuragiga qo'lini silib, lilla gapni qilsa, o'zini saqlab qoldi. Opal yanila o'zining qo'lida bo'ladigan bo'ldi. Bo'lmasa, qoziligi qo'ldan ketadi. Uning qo'rqadigani shu edi. Mal mulki, zemini, hatto biror bola chaqsi bir nima bo'lib ketsa mayli. Lekin qoziligi qo'ldan ketsa bo'lmaydi. Jidal bo'lib qolsa, qoziligi g'irtida qo'ldan chiqib ketadi. Allohu akbar. Shuning bilan ish tugaydi. Shundoq, bu qitim jidal chiqsa, jidalning bir beshi o'zi bo'lib qilishi muqarrar. Chunki bulang'uchi dal o'ziga kelin bo'lg'ichida buningga chidag'ili bo'lmaydi. Chidimasa qozilik qo'ldan ketadi. Chidash kerak. Hey, hukumatmi vafosiz. Jidalning bir beshida sen turibsan. O'zimizni saqlab qololmayotsak, sen to'pilib yana bizga ovarishlik deb beribsan deb ming bir tamada chechini tarab yurganlardan beriga qozilikni tutqizib qo'ysa, nima degili bo'ladi? Beshingni tashib ursang, beshing yeriladi. Ziyon o'zingga. Shunga bola qo'saqda tavravatqandala tunjuq turayotgan yaxshi. Abballi bo'ladigan chora. Shundoq qilmay bo'lmaydi. Navoda bu jidalga o'zi chetilib qolmasidi, bu jidal boshqalar tarafidan sodir bo'lsidi, u chaqda og'zimi yo'q, qo'limi yo'q, dostixinimi yo'q, hammasi yo'q bo'ladi. Bir to'shikni 10 ko'rsatib, puxadan chiqcha naf oladi. Afsus, bu qitim palak ta'tir cho'rgilab qoldi. Yo'q, mayli, nima bo'lsa bo'lsin, qoziligi qo'ldan ketmasin. Kim deydi? Qoziga qazo kelmaydi deb. Vaqt kelganda qoziga qazo kelsa, bili sinibdi degani rost gap. Zamonlardan beri shunday ishlar bo'lgan. To'y qozining deganidek bo'ldi. Muhammad Xonbay alamini ichiga yutdi. Mardlik qilganda o'g'loq silib berdi. Ta'tisiga chakman ton, kashtilik chasa balvat qildi. Otlarning quliqiga qizil tovar bog'lab, nama qulluq to'yiga to'y qo'shdi. Qarang'u yoriq beshidagi sozliq buloqda o'g'liq tartishni toza qizdivatdi. Shuning bilan bu jidal tinchigandek bo'ldi. Lekin shu oqshimila Muhammad Xonbay iliqi panturib orqasidan pichoq uradigan ishni maslahatlash uchun Eli qozining uyiga yurib ketdi. Shu kunlarda Muhammad Xonbay qizini Anjambayning ilikidan qutqizish uchun har qanday ishni qilishga tashna edi. 10-bob tugadi.